Navbatdagi masalaga provodka tuzib ko'ramiz. Tuzgan provodkamiz orqali shaxmat tuzamiz hamda aylanma qoldiqli vezimiz оборотный сальдовimizni tuzib, buxgalteriya balansini to'ldirishda mustahkamlaymiz. Demak, bizda boshlang'ich qoldiq mavjud ekan. Hali aytganimizdek, aktiv shotlar qoldig'i debitda, passiv shotlar va kontraktiv shotlar qoldig'i kreditda aks ettiriladi. Yil boshiga qoldiqlarimiz mavjud va yil davomida bo'lib o'tgan operatsiyalarga biz provodka tuzamiz. Mol yetkazib beruvchilardan materiallar olindi. Materiallar ko'paydi, aktiv shot debitda ko'payadi hamda mol yetkazib beruvchilarga bo'lgan qarz ortdi. Kreditda 60 aks ettiramiz. Qisqa muddatli bank krediti olindi. Pulimiz ko'paydi, qarzimiz ham ko'paydi kredit bo'yicha. Ishlab chiqarishga materiallar berildi. Demak, omborda materiallar kamaydi, aktiv shot kreditda kamayadi. Ishlab chiqarish ortdi, 20 debitlanadi. Ishlab chiqarishda ishlatilgan elektr energiya uchun hisobvaraq faktura olindi. Demak, elektrni o'tgan masalalarda ham aytdik, omborda saqlashning imkoni yo'q. Shuning uchun qayerda ishlatilsa, o'sha yerga to'g'ridan-to'g'ri olib boriladi. Bu ishlab chiqarishda ishlatilganligi uchun 20 debitlar hamda elektr energiya bo'lgan qarzdorlik ortdi, 69.90 qo'ydik. Ishlab chiqarish binosi uchun ijara haqi hisoblandi. Ijarani ham ishlab chiqarish maqsadida olganligimiz sababli 20 debitlanadi hamda operativ ijara bo'yicha qarzimiz ko'paydi kreditda. Shu o'rinda ta'kidlab o'tish lozim deb topdim. Ijara ikki xil ko'rinishda bo'ladi: moliyaviy ijara hamda operativ ijara. Operativ ijarada ma'lum bir narsani siz ijaraga olasiz, ma'lum vaqt foydalanasiz haq evaziga va oxirida egasiga qaytarib berasiz. Moliyaviy ijarada esa siz asosiy vositani olasiz, ma'lum muddat davomida moliyaviy ijara to'lovlarini to'lab borasiz va oxirida u sizniki bo'lib qoladi. Navbatdagi savol: ishlab chiqarishdagi ishchilarga ish haqi hisoblandi. Ishchilar qayerda ishladi? Ishlab chiqarishda ishlaganligi sababli 20 debitlaymiz hamda ishchilardan ish haqi bo'yicha qarzimiz ko'payganligi sababli passiv shot kreditda aks ettiriladi. Ijtimoiy soliq hisoblandi. Ijtimoiy soliq 12%. Va ishchi ishlab chiqarishda ishlaganligi uchun ijtimoiy soliqni biz ishlab chiqarishga provodka beramiz. Ijtimoiy soliq bo'yicha qarz ko'paydi, 65-20 kreditlandi. Jismoniy shaxslarning daromad soliqi hisoblandi. Bu ham 12%. Biz buni ishchilarning ish haqidan olib qolganligimiz uchun ishchilarga bo'lgan qarzimiz kamayadi hamda soliq oldida daromad solig'i bo'yicha qarzimiz ortadi. Shaxsiy jamg'arib boriladigan pensiya hisobvaraqlariga ajratmalar hisoblandi. Bu 0,1% edi, 1000dan 1. Va uni daromad solig'ini ichidan olib qolamiz deganimiz uchun 64-20 ga 65-30 provodka berdik. Ishlab chiqarishdagi uskunalarga eskirish hisoblandi. Uskunalar ishlab chiqarishda ishlatilganligi sababli 20 debitlanadi hamda eskirish kontraktiv shot kreditda ko'payadi. Hisob-kitob shotidan kassaga naqd pul olindi. Kassada naqd pulimiz ko'paydi, aktiv debitlanadi va hisob raqamimizda pul kamaydi, aktiv kreditlanadi kamaysa. Kassadan ishchilarga ish haqi tarqatildi. Demak, kassada pul mablag'lari kamaydi, ishchilardan qarzimiz ham kamaydi. Xaridorlardan pul kelib tushdi, pulimiz ko'paydi, xaridorlardan oladigan pulimiz kamaydi. Xo'p, hisob-kitob shotidan pul o'tkazildi. Demak, pul o'tkazildi bo'lgandan keyin barchasiga pulimiz kamayadi. Va qayerga o'tkazildi? Mol yetkazib beruvchilardan qarzimiz kamaydi. Elektr energiyadan qarzimiz kamaydi. Bino ijarasidan qarzimiz kamaydi. Bank kreditidan qarzimiz kamaydi. Ijtimoiy soliqdan qarzimiz kamaydi. Daromad solig'idan qarzimiz kamaydi. INPSdan qarzimiz kamaydi. Ishlab chiqarishdan tayyor mahsulotlar olindi. Tayyor mahsulotlar ko'paydi. Bu 28-10 aktiv shot debitda ko'payadi va ishlab chiqarishdan olindi. Ishlab chiqarish kamaydi. Biz operatsiyalarga provodka tuzib oldik. Endi navbatdagi etapimiz shaxmat tuzish. Shaxmat tuzish uchun biz kerakli ma'lumotlarni belgilagan holda stavka bo'limiga o'tamiz hamda svodnoy tablisani bosamiz. Bu yerdan OK tugmasini bosamiz. Debitlarni strokalarga joylashtiramiz, kreditlarni ustunlarga joylashtiramiz. Summa esa значениyaga tushadi. Bu yerdan summani
raqam ko'rinishiga keltirib olsak, o'shanda bizda aniqroq ko'rinadi. Va bizda shaxmat tayyor bo'ldi. Mana shaxmatni ko'rishingiz mumkin. Shaxmat vedimimiz tayyor bo'ldi. Bundan keyingi etap aylanma vedimiz.